Deport bo'lganlar 2 yil davomida chetga chiqishi zapret qilinadimi degan savollar berilyapti. Qarang, Vazirlar Mahkamasi qarorini o'qib chiqdim. U yerda yozilganki, 2 yil davomida shu xorijga chiqish, biometrik pasportini berish xizmatlari ko'rsatilmaydi degan. Kimlarga? Deportatsiya qilingan shaxslarga deyilmagan, u yerda readmissiya qilingan shaxslarga deyilgan. Readmissiya jarayoni bu nima o'zi? Bu bo'yicha qonunchilik hujjatlarida bir aniq umumiy ta'rifni ko'rganim yo'q. Har qanday holatga tatbiq etiladigan. Bu ikki tomonlama shartnomalarda bor ekan. Masalan, O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasida, Buyuk Britaniya bilan tuzilgan ikki tomonlama shartnomalarda ko'rsangiz readmissiyaga ta'rif berilgan va unda aytilganki, readmissiyada masalan qaysidir davlatda uni tartibini buzgan o'sha chet el fuqarolarini chiqarib yuborish bo'yicha ular topshiradi. O'sha fuqaroni davlati qabul qilib olayotgan, o'sha so'ralayotgan fuqaroni davlati uni qabul qilib oladi. Mana shu jarayon readmissiya jarayoni deyilar ekan. Ya'ni o'rtada qanaqadir xarajatlar ketadi, biletlar bilan olib keladi, to'g'rimi? Masalan, Amerika bilan ham bo'lyapti-yu. Mana shunaqa holatlarda readmissiya jarayoni deb qabul qilinadi deb o'sha shartnomalarda keltirib qo'yilar ekan. Lekin umumiy ta'rifni ko'rganim yo'q. Endi bahsli jarayon bor bu holatda. Masalan, aytaylik, bitta shaxs turist sifatida bordi-da, o'sha yerda qanaqadir bir qoidalarni buzib qo'ydi, o'sha davlatda deportatsiya qilinyapti. Lekin uni o'zi bir haftaga borgan, biletlari ham bor, hamma narsasi bor. O'zini shu bileti bilan qaytib kelyapti. Bu holat readmissiya jarayoni hisoblanadimi o'zi degan masala bor. Va agar mana shu bahsli holatda shaxsga zapret qo'yiladigan bo'lsa, bu holatda sudga berish kerak. Sud tartibida masala oydinlashtirilishi kerak.